Galaga kunimizning 12-kuni. O'sha ozgina dozasini ko'paytirganman. Bismillah. 12-kun o'zgarishda, hammasi yaxshi tarafga o'zgarishda. Ba'zan do'kondan olmayapti, ichki kelishi har doimgidek. Mana o'zi o'zgarishlar yaxshi. Ancha og'riqlarim qolyapti. Xo'sh, galagamiz erib ketdi. Bismillah. Ishoninglar, sizlar qo'rqadigan darajada unaqa o'zgarish bo'lmas ekan. Boshlayotganimda o'zim ham qo'rqib qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, bolamga ta'sir qiladimi, chaqaloqim mazasi qochib qolsa deb. 12-kun, alhamdulillah, qo'rquvlarni yengamiz qizlar. Biz o'ylayotgan qo'rquv bizdan qo'rqagan. Bu qila oladimi, qila olmaydimi deb. Men qo'rquvni chekintirdim shekilli. Bu odatiy hol bo'lib qoldi. Qaragan tishim, tishdan oldin cho'chib qo'rqayotgandim-da.